Assalomu alaykum. Sizlar bilan ijtimoiy dayjest. O'tgan hafta davomida mamlakatimiz ijtimoiy himoya sohasida muhim yangiliklar va o'zgarishlar yuz berdi. Britaniyaning mashhur London Post yangiliklar portalida O'zbekistonning kambag'allikni qisqartirish va ijtimoiy himoyaning yangi modeli tajribasi haqida maqola chop etildi. Insondan insongacha nomli maxsus teleloyiha navbatdagi sonida Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahri, Shahrisabz, Qarshi, Koson tumanlarida faoliyat yurituvchi ijtimoiy xodim bir kunlik xizmat faoliyati haqida so'z boradi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi majlisida Davlat ijtimoiy sug'urtasi to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qilindi. Majlisda senatorlar, xalq deputatlari, mahalliy kengashlarning tegishli doimiy komissiya a'zolari, ijtimoiy himoya milliy agentligi mutaxassislari, vazirlik va idoralar, shuningdek, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Ijtimoiy himoya milliy agentligida UNICEF vakillari ishtirokida 2026-2028 yillarga mo'ljallangan byudjet dasturlari va erishiladigan maqsadli indikatorlar loyihasi ko'rib chiqildi. Muhokamada dasturiy byudjetlashtirishga o'tish bilan birga agentlikda natijaga yo'naltirilgan byudjetlashtirish mexanizmlarini ham joriy etish muhimligi va uning bosqichlari to'g'risida so'z yuritildi. Farg'ona viloyatida ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining o'rinbosari Muxtorxon Tashxo'jayev hamda mutasaddi vakillar ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Muloqot davomida aholining ehtiyojmand qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya qilish, ularni sport va mehnat faoliyatiga jalb etish, shuningdek, jamoatchilik asosida amalga oshirilayotgan parasport loyihalarini kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Yig'ilish yakunida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligining Farg'ona viloyati boshqarmasiga Said Faruq Islomov tayinlanganligi ma'lum etildi. Hamjamiyatlarni mustahkamlash va ijtimoiy farovonlikni rivojlantirish markazida markaz qoshida faoliyat yurituvchi Kambag'allik siklini to'xtatamiz nomli volontyorlik guruhining birinchi bosqich yakuniy hisobot taqdimoti bo'lib o'tdi. Taqdimotda ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining o'rinbosari Usmon Sharifxo'jayev ishtirok etib, volontyorlarning faoliyati bo'yicha o'z fikr va tashabbuslarini bildirdi. Shuningdek, volontyorlar tashabbuslarining amaliy ahamiyatini e'tirof etib, guruhning kelgusidagi maqsadli rejalarini qo'llab-quvvatlashni ta'kidladi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi tashabbusi bilan ommaviy axborot vositalari vakillari uchun press tur tashkil etildi. Termiz shahridagi Inson ijtimoiy xizmatlar markazi bo'lib, unda markaz tarkibidagi media markaz faoliyati yo'lga qo'yildi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi huzuridagi ijtimoiy himoya tizimi xodimlarining malakasini oshirish markazi tomonidan tashkil etilgan 5 kunlik trening 21-24 oktyabr kunlari Toshkent shahrida bo'lib o'tdi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz hozircha shulardan iborat edi. Bizni kuzatib boring, salomat bo'ling.